2004-yil men Rendelmanga og'ir nokaut bilan yutqazganman. U yiqilganimdan keyin meni 5 marta urgan. Yerda jonsiz holatda yotardim. Hozir bunaqa nokautdan keyin kamida 6 oy jang qilishga ruxsat berishmaydi. Men tamom bo'lgandim. Dushanba kechasi uyga qaytganman. Do'stim Klaudio meni aeroportdan olgan. Uyga borsam hamma kimdir o'lganda yig'layotgandi. Men olimpikamni kiyib yugurishga chiqib ketdim. 2 kun oldin og'ir nokautda bo'lganman. Yugurgani chiqdim. 1,5 soat yugurgach uyga qaytsam, ular hali ham yig'lashyapti. Onam boshimni ushlab, balki seni shifoxonaga olib borarmiz deydi. Men yo'q, menda hammasi joyida dedim. Ertasiga Yaponiyaga telefon qilib, menga jang kerak deganman. Ular Mirko, balki biroz dam olarsan deyishgan. Men bo'lsa hozirroq jang kerak deb turib olganman. Ular 25 kundan keyin menga Kaniharani berishdi. Ular meni o'ylab eng kuchsiz raqibni berishgandi. Men yutmasam bo'lmasdi. Va men buni uddaladim. Jangdan keyin ularga endi Rendelmanni bering dedim. Ular dastlab Shugoyama, keyin Aleksandr Yemelyanenko, undan keyin Josh Barnettni berishdi. Men hammasidan o'tib bo'lganimdan keyin Yangi yilga yaqin revansh bo'ldi va men g'alaba qozondim.